Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Men Ideal School xususiy maktabining asoschilaridan biri Elchiyev Sardorbek bo'laman. Bugungi kunda Oltiariqda faoliyat olib borayotgan Oltiariq Ideal School xususiy maktabimiz ma'lum bir sabablarga ko'ra vaqtincha Farg'ona shahridagi Ideal Orzular maktabimizga ko'chirildi. Bu o'rinda Oltiariq Ideal School maktabimiz o'quvchilarining ota-onalari uchun eslatma. Biz Farg'ona shahrida Oltiariq Ideal School maktabi o'quvchilari uchun barcha shart-sharoitlarga ega maktabimizga taklif qilamiz. Bu maktabimizda Oltiariqdan kelgan o'quvchilarimiz uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Xususan, Oltiariq Farg'ona shahar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmati, 3 mahal issiq ovqat, yotoqxona xizmati, qo'riqlash xizmati kabi xizmatlarimiz mavjud. Oltiariq Ideal School o'quvchilarimizda ota-onalar uchun yana bir eslatma. Farg'ona shahrida ham oylik to'lovlar Oltiariq Ideal School o'quvchilari uchun o'zgarishsiz qoladi.